أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ve berekatuh. Aziz havaqdaşlar, birodarlar. Biz bugün her bir sizlarga ustoz Şeyh Abdulmajid bin Abdulaziz Zindani rahimahullohning darsini boshlamoqchi. Biz shu dars bilan har bir sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Aldı bilen bizni yaratgan ve yo'qliqdan barliqqa keltirgan igimiz Allah subhanahu ve taolaga en güzel cheksiz bo'lgan hamd sanolarni yollaymiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud ve salam yollaymiz. Ve onun ailesiga, ahli ailesiga, sahabe kerimlerge ve şularga ta kıyamet güngichilik yaxshilik bilan ergashganlarga salat, rahmat yollaymiz ve hidayet, mağfiret talab qilamiz. Bu dersimiz bir taraftan Arap tili dersligi, yani Arap tilini o'qiyotganlarga o'zining tilni tarjima qilish, Arap tilining mazmunini tushunish ve Arap tilinin ma'nosini bilishdiki yordamchi bo'lish ve şu Arap tilini öğreniyotgan o'quvchilarning qobiliyatini, saviyasini oshirish darsligi bo'lsa, yeni bir tarafdan o'quvchilarga iymon, tavhid darsligini bildiradigan, iymon, tavhid ilmini tushundiradigan bir darslik. Demek bu kitap Arap tili o'qigan o'qirmanlarning o'zining Arap tilidagi qobiliyatini oshirish, Arap tilidagi saviyasini yetildirish, Arap tilini tarjima qilishdagi yetersizlikni mukammallashtirish uchun o'qiladigan dars bo'lish bilan birga tavhid, aqida, iymon ilmini bilish va uni tushunish ve onu mükemmel tunuşta hem okulduğun bir derslik bu. Şunda bo'g'achqa biz bu derslikni ikki xil uslubda o'tmoqchi. Birinchi, bu dersimizde Arap tilining cümle qurilmalarini tahlil qilish, cümle qurilmalarini bu ismiymi, bu fi'liymi, bunun i'robdan tutgan o'rni nima degan mushu asosda, mushu shaklda, yani Arab tilining morfologiya qoidasi, nahv grammatik qoidasini asos qilgan shaklda jumlalarning qurilmalarini tahlil qilib turib, jumlalarning qurilmalariga bayon qilib turib so'zlaymiz. Ikkinchi birisi bu aqida va iymon darsligi bo'lganligi uchun Qur'oni Karimning asosliq yadrosi tavhid qismi bo'lib, şu tavhid qismini yuritib beradigan bo'lganligi uchun ham buni şu asosda bayon qilamiz. Hem bu Arab tilidagi o'quvchilarning saviyasiga biraz yuqori qiladigan tillarni, yani lug'atlarni sharhlash, onu ayrım bayan qilish, ayrım onu tushundirish bilan o'tamiz. Bu kitap
Şeyh Zindani Rahimahullah'ın kitabı bu kişinin yurti asli Yemenlik. Bu bir dini ailede tug'ilgan, ata-onasi ilim ma'rifatlik, ata-onasi shu jamiyatdagi ko'zga ko'ringan olim, kichik vaqtida Qur'oni Karimni yodlagan, o'zining yurtida ilim elib, anından keyin shu yurtdan yurtga ko'chib yurib, ilim elib, anından keyin Misrga borib, Misrda ilim olgan, Misrda ilim elib turib, Misrda ma'lum musulmonlarning ta'siriga uchrab qilgan bir shaxs ekan. Kitabimizning boshiga kelsak, muqaddima. Yani bu bugün kirish so'z. Yani kitapni boshlashdan burun, asosiy maqsadga kelishdan burun deyiladigan kirish so'z. Hammamizga ma'lum, go'zal maqtash, madhilar Allah'a bo'lsin. Allah'ni maqtaymiz, Allah'tan yordam talab qilamiz, Allah'tan gunohlarimizdan kechirim bo'lishini so'raymiz va u Alloh taoladan to'g'ri yo'lni talab qilamiz. Allah bilan nafslarimizning yomonliklaridan, amallarimizning xatoliklaridan panoh tilaymiz. Shu Allohga sig'inib turib, Allohga esilib turib, nafsimizning yomonliklaridan panoh tilaymiz. İnsanda ikki xil nafs bo'ladi. Biri yaxshilikqa buyuradigan, yaxshilikqa qiziqtiradigan, yana birisi yomonlikqa buyuradigan, yomonlikqa qiziqtiradigan nafs bo'ladi. Shuning uchun yaxshilikdan to'sab, yaxshilikdan yondirib qiladigan bu nafsimizdan panoh tilaymiz. Va amalimizning shariatga uyg'un bo'lmagan, islomning o'lchamiga mos kelmagan yomon, buzuq amallardan Allohdan panoh tilaymiz. Qanday bir kishini Alloh taolo to'g'ri yo'lga yetaklasa, u kishini ozdirayotguchi yo'q. Alloh taolo butun bandalarning to'g'ri yo'lga kirishini, to'g'ri yo'l tepishini va to'g'ri yo'lda mengishini xohlaydi. Xohlaganlik uchun har zaman Alloh payg'ambar avatdi, kitob tushgizdi. Shu kitobni o'zining tili bilan xalqiga yetkazadigan kishilarni yetishtirdi. Yetishtirish orqali Alloh taolo hidoyatning yo'llarini bandalarga ochiqlashtirib berdi. Hidoyatning yo'llarini bandalarga ko'rsatib berdi. Hidoyatni bandalarga bildirdi. Ammo insonlar hidoyatni xohlamay, hidoyatni yaxshi ko'rmay, hidoyatning yo'llarining qiyinligidan qo'rqib qochsa, u vaqtda Alloh subhanahu va taolo qaçsa bunda hidayet kılgan kişini Allah Teala azdırgıcı yok. Hidayet kılgan kişini azdırvatgıcı yok. Qanday bir kişini Allah Teala azdırsa, o kişini hidayet kılgıcı yok. Allah Teala azdırgan, yani hidayetini xalamagan, hidayetini söylemegen adamni Allah Teala azdırsa, onun hidayetini hiç kim bilemeydi. Men Allah'tan başka boysunuşqa tegishlik zat yok deb guvohlik beraman. İlah degan bu arab tilida allazi yuta'u fala yu'sa xawfan va xashyatan va haybatan deb tushundiriladi saboqdoshlar. Ya'ni qo'rqib turib, haybat qilib turib, bo'ysuniladigan, osilik qilinmaydigan bir zotni iloh deyiladi. Ya'ni uning qudratidan qo'rqib, uning kuchidan qo'rqib, uning ulug'ligidan haybat qilib turib, bo'ysuniladigan, itoat qilinadigan, ammo gardankashlik qilinmaydigan, osilik qilinmaydigan bir zotni iloh deymiz. İlah deb shundoq bir sifatga ega bo'lgan narsani iloh deyiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan boshqa bo'ysunishga tegishli zot yo'q deb guvohlik beraman. Yakki yagona u Alloh, uning sheriki yo'q.
ve Muhammed Aleyhisselam'ni Allah Teala'nın ulug' bandisi, ulug' elchisi deb guvohlik beraman. Allah Teala payg'ambarimga salat va salomlarni yo'llasin. Maqsadga kelsak, insonning tunji majburiyati Allah Subhanahu va Teala'ni ilim yo'li orqali nima qilish, tunish. Allah'ni ilim yo'li orqali tunish. Ya'ni do'rab turib emas, taqlid yo'li bilan emas, dalili bilan, hujjati bilan, isboti bilan tunish bu insonning tunji majburiyati. فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق العلم degan bu cümlege kelsak, أن يعرف الله bu en degan bu til muzdarini zivar o'qitadigan harf, ya'rifa degan tilning boshiga kirib til muzdarini zivar o'qitdi. Bu en ya'rifa Allah subhanahu va taolaning i'robdan tutgan o'rni inna degan cümlenin mazmunini çiğnetadigan, kuchaytiradigan harfninki nimasi ismisi. Arab tili qoidasida inna degan bu harf amalda tilga o'xshaydigan, harflarning sonida tilga o'xshaydigan harf, ya'ni tilga o'xshaydigan harf deydi. Amal va amalda va harflarning sonida tilga o'xshaydigan bu harf nimenin üstüge bir harf ismisini zibar haberini piş okudu dedim. Evvela degan bu isimni zibar okutup ya'rifallah degan haberini piş okuttu cümlen. Ama en filmuzarının başka kirse bu onu meslerge aylandırdı. Şunun için فَاِنَّ اَوَّلَ وَاجِبٍ عَلَى الْاِنْسَانِ مَعْرِفَةُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى degan bu. İnsanın tunci mecburiyeti Allah Subhanahu ve Teala'nın ilim yolunun tutuş. Allah Teala ta'lem ennehu la ilahe illallah dedi. Ey insan, sen Allah Teala'dan başka boysunuşka tegişlik bir zatının yokluğunu bil. Kul la ilahe illallah demeyi. Fa'lem la ilahe, fa'lem ennehu la ilahe illallah dedi. Yani bilişni, düşünüşni, ukuşni, bu la ilahe illallah tevhid kelimesine Allah buyurdu. Bu insanın üstündeki birinci mecburiyet tevhid ilmini biliş, tevhid ilmini düşünüş ve tevhid ilmini tunuş. Rabbinin peygamberini tunuş ve o peygamberinin peygamberlikinin rastlıkını tunuş, bu insanın üstündeki mecburiyeti bu. Tunci mecburiyeti. Cezmiyetini, işencini ata kılıdığın ilim yolu arkalık tunuş. İnsanın cezmiyet, işenç biridiğin ilim yolu arkalık tunuş bu insanın tunci mecburiyeti. Allah Teala sizge Rabbimiz tarafından düşürülgen vahiyinin, kitabının haklıkını bilgen kişi o kitabının hak ve doğruluğunu biliştin kör boğan kişiye okşamdı dedi. Mana bu yerde ya'lamu deb Allah Teala bu sizge Rabbimiz tarafından düşürülgen bu vahiyinin haklıkını bilgen adam dedi. Bunu tunugan adam emas. Bunu sözlügen adam emas. Bunun xavru adam emas, bilgen adam, onundan kör, onu tanımagan, qargı adamga o'xshash bo'lamdi. Yani Müslüman bilan Müslüman emaslar o'xshash bo'lamdi deb Allah Taala bayon qildi. Faqat aql egilari nasihat oladi. O'zining şu dunyoga yaratilganlik hikmetini bilish ve o'zi ketayotgan oqibatni bilish, ergishishga buyurilgan Rabbinin dinini bilish insonning tunji majburiyati. Men nimishga yaratildim dunyoga? Nimishga keldim? Nimishga yashayman? Men dunyoga kelgandan keyin yana nega boraman o'lash yo'li orqali? Nega boraman? Mening oqibatim nim bo'ladi? Meni qaysi oqibat kutib turadi?
Men bu dünyada ergeçmekçi bulgan din, qaysi din? U qandaq din? Mana bunu bilish insonning tunji majburiyati bu. Bu insonning tunji majburiyati. En ya'rifa Resul Rabbi ve en ya'rifa li hikmeti min halqih degandagi bu so'zlar shu yuqoridagi en ya'rifa Allah subhanahu degan bu jumlaga atfi bo'lish orqali hammasi masdar. Inna avvala vacibdiki inna tilga o'xshagan harfninki nimasi hammasi xabar. Bir ilmning, bir fanning ulug'ligi şu ilimden elinadigan, erişiladigan ma'lumotning natijaning ulug'ligi bilan bo'laversa, hamda bir ilim, bu ulug' ilim, büyük ilim, ma ilim, nəhayət faziletlik, yaxşı ilim deyiş üçün ilimning o'ziga emas, şu ilimden elinadigan ma'lumotni qarliq bo'ladi. Şu ilimden erişiladigan netijaga qaraladi. İlim bizni yetkizmoqchi bo'lgan maqsadga qaraladi. Bu ilim bilan biz nimani bilmoqchi, nimani uqmoqchi, u ilim bizga nima natija beradi, mushunga bog'liq. Shuningcha ilimning ulug'ligi u ilimdan elinadigan ma'lumotning ulug'ligi bilan bo'lsa, İman ilmi Allah'ını tunuşqa, Allah'ın Resulünü tunuşqa, Allah'ın dinini tunuşqa alaqadar. Demek bu ilim, iman ilmi bu Allah'ını tunuşqa alaqadar ekan. Allah'ını tunuqlab otqan, Allah'ın peygamberini tunuqlab otqan, Allah'ın dinini tunuqlab otqan ilim ekan. Bu iman ilmidan erişiladigan natija Allah'ını tunuş bo'ladi ekan, peygamberini tunuş bo'ladi ekan, dinni tunuş bo'ladi ekan. Shuning uchun ilmning ulug'ligi ilimdan erishiladigan ma'lumotning ulug'ligi bilan bo'lganligi uchun bu iman ilmi Allah va uning rasulini va uning dinini tunishga aloqador bo'lg'achqa bu iman ilm eng muhim, eng afzal va eng yaxshi ilm bu. Bu yerda iza kana sharaful ilm bi sharafil ma'lumdiki iza harf shartninki javobi iza harf shart kana fe'l shart kana af'al naqisa bo'lib ismisni fish xabarni zavar o'qitadigan bu sharaf uning ismisi bo'lib jazosi fa inna ilmal iman buning jazosi fa mana bu iza harf shartning nimasi bo'ladi, jazosi bo'ladi. Bir ishning muhimligi, ahamiyati inson shu ishdan oladigan foyda bilan munosabatlik bo'lsa, ma ish muhim ish, ma ish zurul ish, ma ish ahamiyatli ish deyish uchun shu ishdan inson oladigan bir foyda var ya, shu foyda bilan foydaga munosabatlik. Bu ishni qilsak qanchalik foydaga erishamiz, oladigan foyda qanchalik, mushunga munosabatli. Ish bo'lganlik uchun emas, shu ishdan keladigan, shu ishdan erishiladigan foydaga munosabatlik. O ishning ahamiyatlik bo'lmasligi. Xuddi bu ishning ahamiyati inson o'zidan shu ilm orqali to'sadigan xatar bilan munosabatli. Yani bir şu o iş insan özüden to'sadigan, chekindiradigan xatar bilan munosabatli. Bunda bo'lsa, iman ilmi inson uchun dunyo va oxiratda baxt, saodat va katta nijotlikni bag'ishlaydi o iman ilmi. Shunga bu ilm yana eng ulug', eng sharafli ilm. Chunki inson imandan aladigan foydasi dunyoda baxt, saodat, nijotlik, oxiratda ham o'ziga keladigan do'zax azobi, qattiq hisob,
qattiq savol so'roqdan iborat xatar, mush xatarni nima qila oladi? Iymon ilmi bilan to'sab qala oladi. Va dunyoda ham baxt saodatlik bo'la oladi. Nima bilan? Iymon ilmi bilan. Shu bu iymon ilmi insonning baxt saodatiga, nijotligiga bag'ishlaydigan, insonga baxt saodat va nijotlik ato qiladigan ilm bo'lganligi uchun mana bu ilm eng ulug' va eng buyuk bir ilm bu. Allah Taala mu'minlarga dunyoda nurg'un va'dalarni qildi, va'da qildi. Nurg'un va'dalarni. Bu va'dalardan birinchi dushmanlar ustidan, mu'minlarning dushmanlari ustidan nusrat berish Allohning va'dasi. Iymonga bog'ladi Alloh bu va'dani. Mu'minlarga men dushmanlar ustidan yordam beraman, nusrat beraman dedi. Allah va kana haqqan alayna nasrul mu'minin, bizga mu'minlarga yordam berish, nusrat berish haq bo'ldi deb bizga xabar berdi Allah. Ben o'zininki mu'minlarga yordam beradiganligini, mu'minlarga nusrat beradiganligini, o'zining ustiga olgan haqqi ekanligini Allah bizga xabar berdi. İkinci, mu'minlarni qo'g'dash, mu'minlarni himoya qilish, bu va'dani Allah berdi. Haqiqatan Allah mu'minlarni qo'g'daydi, mu'minlarni himoya qiladi. Mana innalloha yudafi'u anillazina amanu degan jumladami Allah Taala inna degan jumlaning mazmunini chingitadigan, kuchlantiradigan, mazmunini qattiq ta'kidlaydigan harflarni keltirish orqali bu Allohning o'zininki mu'minlarni qo'g'dash va'dasining rost va muhaqqaq ekanligini bizga bayon qilib berdi. Üçüncü, mu'minlarga ig'dochilik qilish. Mu'minlarga ig'dochilik qilish. Allahu valiyul lazina amanu deb bayon qildi. Alloh taolo mu'minlarning nimasi? Egasi. Allahu valiyul lazina amanu bu cümle ismiya birodarlar. Bir isim cümlenin ismiya bo'lish uchun cümlenin mubtada, xabar tarafi her ikkilisi isim bo'lsa, bu cümle ismiya deb ataladi. Bu cümlenin berdiğin faydası o cümleden çıkan mazmun, ma'noning davom bo'lganligini, üzülmey shundoq bo'lganligini uqtirib beradi. Alloh valiyul ladina amanu. Allah mu'minlarning egasi. Bu ig'dochilik qilish uzilib qolmaydi. Bu ig'dochilik qilish hech vaqtida tashlanib qolmaydi. Bu ig'dochilik qilish hech vaqtda unutilib qolmaydi deb Alloh taolo jumla ismiy kaltdi, jumla ismiya bilan o'zininki ig'dochilik qilganligini bizga xabar qildi va buni va'da qildi. To'rtinchi, mu'minlarni yetaklash, to'g'ri yo'lga yetaklash, hidoyat qilish. Alloh taolo innalloha lahadil lazina amanu ila siratin mustaqim. Haqiqatan Alloh taolo iman etganlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi dedi. Yani muşu sözdüme Allah Teala mine innalloha lahadil lazina amanu degan sözüde innedin ibaret ta'kid harfi bilen, lamdin ibaret ta'kid harfi bilen cümle ismi qilib davom subutni payda beradigan cümle ismi qilishlik bilen mu'minlarni davomli hidoyat qiladiganligini, davomli ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadiganligini, davomli ularga haq yo'lni ko'rsatadiganligini xabar berdi. Yani bizga Alloh taolo va'da qildi. Beshinchisi, kafirlarni musulmonlarga hukmron qilmaslik. Hukmron qilmaslik. Bosh qilib qo'ymaslik. Vallohning va'dasi. Allah Teala وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah Teala kafirlerin menfaati üçün müminlerin karşısına, müminlerin ziynine yolunu kılmaydı. O kafirlerin faydasına çıkıdığın, kafirlerin menfaatine çıkıdığın,
kafirlarning manfaatiga bo'ladigan, mu'minlarning ziyniga, mu'minlarning qarshisida bo'ladigan yo'lni Alloh taolo qilmaydi. Hergiz Allah mu'minlarni kafirlarning oldida xor qilmaydi. Mu'minlarni hergiz kafirlarning oldida bechora qilib qo'ymaydi Alloh taolo. Mana bu yerda bu qaraydigan bo'lsak, lan fe'l muzari'ni zivar o'qitadigan harf bo'lib, fe'l muzari'ni zivar o'qitadigan harf bo'lib, bu lanning ma'nisi kelgusidagi bo'ladigan ishni yo'qqa chiqarishda abadil abad ekanligini bayon qilish uchun lan linafil mustaqbal litabid deb bir gap bor ya. Kelgusini abadil abad mangu ve mangu yo'qqa chiqarish bu lan deganda. Demak, Allah kafirlarning foydasi uchun mu'minlarning ziniga qarshisiga yo'lni manguga mangu qilmaydi. Hech bir zaman, hech bir davrda o Allah Teala mu'minning manfaati kafirning manfaati mu'minning ziniga chiqmaydi deganni uqtirib turdi bu shart. Altıncısı, Müslümanlarını kudretli kılış, güçlü kılış ve olanı zeminde urun basarı kılış. Bu Allah Teala'nın vaadisi. Allah dedi, Allah Teala sizlerinin içinlerden iman etken, yaxşı amelini kılganlarga ulardan ilgirikilerini urun basarı kılgınıga okşaş, ulanı yani müminlerini zeminde urun basarı kılıdı. Ve o Müslümanlar için tallap bergen dinini o Müslümanlar için kudretlik, güçlük, âli qilib berdi. Müslümanlarga qo'rqinchdan keyin ularga aminlikni, xotirjamlikni almashtirib berdi deb. Mana bu oyatda qaraydigan bo'lsakmi, Alloh taolo bu va'dini, ya'ni zeminde mu'min musulmonlarni ilgiriki ata ajdodlarimizga o'xshash, burunqi salaf solihlarga o'xshash o'rin basar qil solihlarni o'rin basar qilganidek, beni bugunmi mu'min musulmonlarni zeminde o'rin basar qiladiganligi va ular uchun tanlab innad-din indallohil islom deb tanlagan bu dinni davomli kuchli, davomli oliy, davomli ustun, Müslümanlar yetekçi, Müslümanlarga turmuş yolu, Müslümanlarga özünün hayatını tatbiqlamagan kanun nizam qiladiganligi ve ularning dakku dukku ansirashlaridan xotirjamlikka, aminlikka chiqarib shu o'zgartib qo'yadiganligini Alloh va'da qildi. Buni la yastahlifannahum fil ardi ta'kidladi. Lomi ta'kid bilan ta'kidladi. İkinci birisi nuni saqila bilan ta'kidladi. Kalamuzayning oxirisiga kirgan ta'kidning harflaridan birisi nuni xafifa, yana birisi nuni saqila. La yastakhlifanna va la yumakkinanna va la yubaddilanna deb Alloh taolo nuni saqila bilan va ta'kidninki lami bilan bu yerda o'zining va'dasining haqiqatan rost va'da ekanligini Alloh bizga ta'kidladi. Yettincisi güzel fakiz rızık. Allah Teala dedi, navadi şehir ahalileri iman etip takvalık kılsa, çokum biz ularga osman zeminning bereketlerini içirtimiz. Bana bu sözü de osman zeminning bereketlerini içirtişne, şehir ahalilerinin, yezi qishloq ahalilerinin iman etip takvalık kılışığı bağlap koydu. İman bereketinin açqıcı. Osmandan keladigan bereketinin, zemindan keladigan bereketinin açqıcı. Kim iman etse, imanning talebiga loyiq amal qilsa, uning osmon va zeminning bereketleri eşledi. 8-incisi azizlik. Allah Teala velillahil izze ve li rasulihi ve lil mu'minin. İzzet Allah'a xasdır, peygamberiga xasdır, mu'minlarga xasdır dedi.
Bunu bu izzat Allah'a, Peygamber'e, müminlerge xas. Haqiqiy izzat. 9-inchisi yaxshi hayot. 9-inchisi güzel, pakize bir hayat. Allah dedi, kim er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, yaxshi amal qilsa, solih amal qilsa, vaholaniki o mu'min iymoni va holida biz onunla yaxshi bir hayotlik, güzel bir hayotlik ato qilamiz dedi. Mana bu yerda bu yaxshi amalni Allah iymonga bog'ladi. Iymoni bor holatida mu'min bo'lib turib, yaxshi amal qilsa, onunga biz güzel, yaxshi bir hayotlik beramiz. Demek, müşahidime felennuhyiyennehu hayaten tayyiba. Biri lamı takip bilen, ikincisi nunu sakili bilen, üçüncüsü bu hayatını hayaten tayyibeten de ta'kidlash bilan. Xuddi zarabtu zarban desek, zarban pilni, zarabtu degan pilni ta'kidlash, chingitish uchun kelganidek. Bu hayat ne? Güzel bir hayat. Güzel bir hayat birimiz deb Allah Teala va'da qildi. Mana bu yuqoridagilar bo'lsa, mu'minlarning dunyoda erishadigan narsalarininki bir qismisi bu. Şu yuqoridagi Allah Teala qilgan va'dalar bu mu'minlar dunyoda erishadigan hürmetning, dunyoda erishadigan saodatning, dunyoda erishadigan Allah Teala'nın merhametining bir qismisi. Mana bu bizning burunqi iymonida rastchil turgan, iymonida sodiq bo'lgan ajdodlarimiz uchun reallikqa aylangan, amaliyotga chiqqan ishlar bu. Tarixga qaraydigan bo'lsak, yuqoridagi Allah subhanahu va taolo va'da qilgan hamma ish reallik bilan, amaliyot bilan vujudga chiqariliq. Ammo oxiratga kelsak, o mu'minlarga yetarlikdir Allah Teala'nın innellezine amenu ve amilus salihat kanat lahum cennatul firdevs nuzula halidina fiha la yabghuna anha hiwala degan so'zi. İnnellezine amenu ve amilus salihat lahum cennatun na'im halidina fiha va'dallahi haqqa ve huvel azizul hakim degan so'zi. Bu yeterli. Hakikaten iman etgan, yaxshi amalni qilganlar ular uchun jannatul firdavs tushdigan yer bo'ldi. Kutib oladigan yer bo'ldi. Ularni jannatul firdavs, ular jannatul firdavsga tushdi. Jannatul firdavs ularni kutib oladi. Ular u yerda mangu yashaydi va chiqib ketishni bu yerdan bilak bir yerga ko'chib yo'tkilab ketishnimi ular o'ylamaydi, talab qilmaydi deb Alloh xabar berdi. Ayni xabar innallazina amanu va amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ayni bu iman va amil solihga Allah Teala osmon zaminning barakatini aytimiz dedi. İzzet Allah'a, peygamberlerge, müminlerge dedi. Yaxshi imoni bor holatida yaxshi amal qilgan kishiga go'zal hayotlikni beramiz dedi. Va iymon etib yaxshi amal qilganlarga jannatul firdavsga tushadi va jannatul firdavs ularni kutib oladigan joy bo'ladi deb xabar berdi. Hakikaten iman etip yaxshi amal qilganlarga ne'matlik, huzurluq bir cennet var. Bağlaba. Ular u yerda mangu yashaydi. Bu Allah'ın haq va'disi, Allah g'olib va hikmatlidir dedi. Mana şu imanға, şu imanның talebi bilan qilgan amalga cennet ham bor. Dünyadaki nusret, dünyadaki müdafa, qo'g'dash,
Dünyadaki kafirlarni musulmonlarning ustiga bosh qilmaslik, ularni zaminda xalifa qilish, ularni kuch qudratga ega qilish, ularga pokiza halol rizq berish, ularga go'zal hayotlikni berish, bu hammasi iymonning xulosasi va iymonning nima insonga bag'ishlaydigan natijalari. Bugun qanday bir kishi musulmonlarning ahvolini o'ylansa, tafakkur qilsa, u kishi Alloh taolaning musulmonlarga dunyoda qilgan va'dasining amalga oshmaganligini topalaydi. Dunyoning nariga qarayli, neredeki musulmonlarga qarayli, qandoq yerga nazar solili, qaraydigan bo'lsak, Alloh qilgan bu va'da mu'minlarga amalga oshmaganlik. Allohning va'dasi zamoni o'tdimi, davri ketdimi? Ya biz mu'min musulmonlarning Allohning iymondan iborat va iymonning taqozosi bo'lgan amali solihdan iborat bu narsaga bog'lab qo'ygan yuqoridagi va'dalarga biz mu'min musulmonlar loyiq bo'lamidikmi? Buni bir o'ylanmay bo'lmaydi. Bu musulmonlarning Alloh taolo ularga qilgan va'dasining, dunyoda qilgan va'dasining amalga oshmaganligi mu'min musulmonlarning iymonining ojiz ekanligini yoki u musulmonlar iymonning nurg'ulg'an sifatlarini yoki u sifatlarning ko'pinchisini yo'qotganligini uqtirib turdi bu. Zada musulmonlar iymonning sifatlaridan nurg'un sifatlarni yo'qotibdi deganlik chiqadi bu yerda. Aşu Allah'ın vədilərinin əməlgə işi üçün keraklik bo'lgan imanның tələbləri, imanның təqazzaları ya imanның sifətlərini musulmonlar yo'qotibdi. Özü de yo'qotibdi. Musulmonlar o sifətə ega bo'lanmabdi. Musulmonlar o sifət bilan sifatlənmabdi. Musulmonlarning iymoni ojiz deganligi bu reallikdan, amaliyatdan chiqib turdi bu. Şu sebepten o Müslümanlarınki dünya bu hayatıda Allah Teala müminlerge kılgan nusret, igdaçılık, qoğdaş, hidayet kılış, orun basar kılış, kudretlik kılış, kafirlerini hükümran kılmaslık, pakiz rızık, izzet ve yaxşı hayattan ibaret bu va'da qilgan va'dalar ulardan yo'q bo'ldi. Musulmonlar uni topolmadi uni. Ularning hayotida bu Alloh qilgan va'dalar yo'q bo'ldi. Vujudga chiqmadi va reallikka aylanmadi. Ularning iymoni ojiz bo'lganligi ya iymonning sifatlaridan nurg'un sifatlarni yo'qotganligi sababdan bu Alloh taoloninki va'dasi o musulmonlarning hayatida tepilmedi ve hayatida mevcut olmadı. Qanday kishi mushu hali bilan, mushu yuqoridagidek Allah qilgan va'dalarga erişemaslik tin iborat iymoni ojizlik yoki iymondan nurg'un sifatlardan mahrum yashashdan iborat holi bilan davomlashaversa, ya'ni shunda ketaversa, umri shu paytda o'taversa, u odam Alloh mu'minlarga oxiratda tayyorlagan va'dalardan ziyon tortib qoladi. Xuddi u odam dunyoda ziyon tortgandek. Ammo dunyoda ziyon tortib bu va'dalarga erishamidi ya, oxiratda erishib qolarmi? Ahirette şu vədiga Allah'ın vədileriga müyesser bulalımı dese ya bunda iş yok. Uçakta mı hem bu vədiga erişemeydi. Çünkü ahiretteki Allah kılgan vədə
dünyada Allah qilgan va'da hammasi iymondan iborat va amali solihdan iborat. Shu narsaga qilingan bu va'da. Bu dünyadaki va'dalarga loyiq bo'lgudek, salohiyatlik bo'lgudek, bu dünyadaki va'dali amalga oshgudek bu iymon bo'lmadi, oxiratda ham u va'da amalga oshmaydi. Demek insanın dünyada tatkan zini, dünyada ko'rgan kuni, dünyadaki tatkan qabiliqlari onunla yetmesden ahiretde hem onundan mı eşip, onundan mı qattiqroq bo'lgan ziyonga insan duch keladi. Belkim özünü do'zaxning azobiga duchor qilishdan iborat ziyonni tatidi var. Xo'sh, endi qanday qilamiz? Reallik shu. Shunda bo'lg'achqa qo'limizdan keladigan iymonni kuchaytirish, iymonni mustahkamlash, iymonni yengilab turish lozim bo'ldi. Musulmonlar zodi iymonini kuchaytirish kerak. İmanını mustahkamlash kerak. İmanını yengilab turish kerak. İman ko'nirab qolgan bo'lsa, iymonni yengilab turish kerak. Bu iymonni kuchaytirish, iymonni yengilash nima bilan bo'ladi? Bu iymonning ilmlarini musulmonlar orasida yeyish bilan, kengaytish bilan, iymonning ilmlarini musulmonlarning orasida tarqatish bilan bo'ladi bu. Ve dinning hükümlerini özü, ailesi, cemiyeti ve yaşayotgan muhitlarga tatbiqlash bilan bo'ladi. Mana bunun bilan hosil bo'ladi. Shuning uchun bu dinning ilmini o'rganish, dinning ilmini egallash va din ilmini elish, bu dinning ilimlerini Müslümanların arasında yeyiş, din ilimlerini Müslümanlar arasında kengaytiş, din ilmini Müslümanlar arasında çoğurlaştırışının birinci ve mühim asası ve sebepleri bu. Bilmegen nesini kandak yaygılı, kandak kengaytkili, kandak çoğurlaştırılı, kandak umumlaştırılı olsun Müslümanlar. Ülmalamı bu mecburiyetini ada qilishga aldırışı lazım. Çünkü mesuliyetinin çoğu, mesuliyetinin beşi dinni düşengen, dinni ügengen, din yolunda terbiyelengen ülmaların üstüne düşüyor. Şu sebepten ülmalar bu mecburiyetini ada qilishga aldırışı lazım. Bulup mu? Müslümanlar köz aldıda bulup mu? Bu ülmalar köz aldıda dinsizlaştırış, Xudosizlashtirish, qonun prinsiplarining Müslümanlarga hujum qilayotganligini, xristianlashtirish harakatlarining, faoliyatlarining jonlanayotganligini ko'z oldida ko'rib turibmiz. Ular shuningdan xabari bor. Har kuni, har daqiqa İslamning dushmanlari musulmonlarni qandoq dindan chiqaramiz, musulmonlarni dindan qandoq ayiramiz, musulmonlarning farzandlarini qandoq qilib dinsiz qilib tarbiyalaymiz, musulmonlarning farzandlarini qandoq qilib dindan xabari yo'q bir qara avlod qilib yetishtiramiz deb tirishayotgan, kuchini chiqarayotgan umumiy jihatdan shu o'tkalga hujum qilib musulmonlarni dindan ayirish va e'tiqoddan ayirish yo'lida ketayotganligini ko'rib turayotgan bo'lg'achqa bu majburiyatni ado qilishga odirish lozim. Shundaqla bular xurofot, afsonalarning musulmonlarning
aralarida taqlayotganligini ko'z oldida ko'rib o'tdilar. Bu xurofot afsonalarningki ilgilari bo'lsa, buni tehi islom diniga nisbat berishga urinayotdilar. Bir tarafdan islomning ichidan, islomning o'zidan chiqqan xurofotlar, afsonalar shu islomning nomi bilan islomning to'nini kiygizilib, islomning qalpiqi ostida musulmonlarga ziyonkashlik qilyapsa, yana bir tarafdan dinsizlik, xudosizlik prinsiplari va xristianlashtirish harakatlari hujum qilyapsa, ulamolar bu holda o'zininki diniy majburiyatini ado qilishga oldirishi va uningga sagat turishi lozim. Mana bu biz musulmonlarning oldida diniy majburiyatini ügütüş, bir yürüyüş kitaplarının ichidan qo'ygan iymon kitobi bu. Mushu kitap orqali musulmonlar o'zining diniy majburiyatlarini ügütüş, bildirish, diniy majburiyatlarni ado qilishdan iborat bir yürüyüş kitaplarının ichidan biz musulmonlarga sungan iymon kitobi. Allah subhanahu wa ta'aladan bu kitapni o'zininki rozilik uchun xolis va u kitap bilan musulmonlar u kitapni musulmonlarga manfaat qilishni so'raymiz. Shundaqla biz har bir dinini suydigan, diniga g'ayrati bor, dinini qo'g'daydigan, dinini yaxshi ko'radigan din sürer musulmonlardan bu dinni ügünüp bo'lgandan keyin, tushunib bo'lgandan keyin u dinni ügetkele, ailesiga ügetkele, qulun qo'shnilarga ügetkele, boshqa musulmonlarga ügetkele, tirishchanlikni berishni so'raymiz, biz talab qilamiz. Bu dinning xizmatini qilishni qilamiz biz. Alloh taolo sharoit yaratib berguchi, tavfiq berguchi, bizning duoimizning, tilakimizning oxirisi go'zal madhiya, hamd sana olamlarning Robbi Allohga bo'lsin. Arzuyim, tilakim shu darsning oxirisida duo qilib qo'yishinglardir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.